Assalomu alaykum. Vale. Gruppadoshlar. Mana Yakkabog' tumani Chubron qishlog'idan Hojibuvani uylariga termitga qarshi dori qo'yilgan. Hozir o'zlaridan entirib olamiz. Bu dori qo'yilgani 2022-yil qo'yilgan. Mana bugun 2025-yil 11-noyabr kuni Hojibuvani entirib olamiz. Hojibuv o'zingizni tanishtiring. Ha, men Chubron qishlog'ini mullasi bo'laman, Muqim Abdurashid bo'laman. 1960-yil tug'ilganman. Mana uyingizga nima termit, sariq qumursqa, vahmak nima deb ataysiz? Sariq qumursqa deb ataymiz-da. O'sha yo'q, nima bo'ldi? Qo'yildimi? Dori qo'yildimi? Mana 11-yil bu uyda qiluvdik, mana sariq qumursqa chiqib ketdi. Mana shu dori qo'ygandan keyin uylar, mana oshxonalar hammasi sariq qumursqa o'lib ketdi, yo'q. Bir dori ham yo'q. Mana shu qutildingizmi? Qutuldik, ha. Abdurashid va telefoningizni aytib oling. 97lik 617 29 olmuş. Rahmat sizga. Yo'qolgandan xursandmisiz? Ha, xursandmiz. Ming bor hammaga aytib yuribmiz. Hamma qo'ydirsa yaxshi bo'ladi. 2022-yil qo'yilgan, mana hozir 2025-yil 11-noyabr. Siz xursand bo'lsangiz, biz ham xursandmiz. Ha, qutuldik, xursandmiz. Ming marta rozi. Bizning xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lganlar, telefon nomerimiz 97lik 311 43 43. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.